Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Bugungi obzorimizda 8 qavatli elitli liftli domni 5-qavatda 2 xonali 75 metr kvadratga yaqin xonamizda video obzorida turibmiz. Mana bu главный kiraverish eshiklari, главный kiraverish eshikdan prixoshka mebellar uchun joy ajratib qo'yilgan, shitlar o'rnatib qo'yilgan, yuqorilari gipsokartonlarga uzor berib, chiroyli qandillarni ilib qo'yganlar, svetilniklar o'rnatib qo'yilgan. Hamma joyga super mo'sh yaxshi qo'yilgan, oyoqlari hammasi yaxshi laminat, eshiklar ham to'q ochiq svetda remont qilib qo'ygan ekanlar. Xonalarimiz yorug', visokopotolочный, keng, sanuzillari alohida. Hojatxona qismi, hojatxona oyoqdagidan yuqorisigacha kafil qilib qo'ygan, yuqorisi natijani qilgan. Aristonlar o'rnatib qo'ygan, yaxshi koko unitazlar ham o'rnatilgan. Mana bu yerda bizani yuvinish qismi smissillari bor. Vannalari, ko'lgish va oynalari o'rnatilgan. Eshiklarga baho beramiz. Eshiklarning o'zi ham juda ham yaxshi eshiklar, sifatli eshiklardan foydalanilgan. Bu yer bo'ylab bizani kuxnya qismimiz, kuxnyamiz ayollarning sevadigan joy. Mana bu yerda bemalol stol qo'yib, o'tirib choy ichishingiz uchun sharoit bor. Televizorlarni ilasiz, yuqorilari chiroyli qandillarni ilib qo'yganlar va двухконтурный отопление. Oyoqdagilar barchasi ko'plab qilib qo'yganman deyaptilar. Mana bu yerda bemalol gullarni qo'yishingiz mumkin. Bu esa bizning oshxona qismimiz. Oshxonamizga kuxnya mebelni zakaznoy qilib qo'yilgan. Gaz, bitishga moykalari bor. Mana bu yerda kir yuvish mashinasi uchun joy ajratib ketilgan. Lokatsiyasi juda ham zo'r joyda. Rusalka yoki 11-poliklinika ro'parasi. Pasportni so'l choraqa deb ham kelishingiz mumkin. Mana bu yer bilat bizani yotoqxona qismimiz, kattalar yotoqxonasi, yuqorilari natijani qilgan chiroyli qandillarni ilib qo'yganlar, devorlarda dekoratsion ishlab ketilgan. Super mo'sh yaxshi ob'elardan ishlatilgan. Bunaqa svetilina ham ilinib qo'yilgan. Chiroyli bardalar ham ilib qo'yganlar. Mana bu yer esa bizning mehmonxona qismimiz. Mehmonxonamizdan chiroyli qandillar, pardalar ilib qo'yilgan. Aboylarni ham juda ham zo'ridan, diddan tanlab qo'ygan ekanlar, chunki ochiq svetni yoqtiradigan obunachilarimiz bizani juda ham ko'p. To'g'rida esa televizorlarni iladigan joy dekoratsion dekorlardan foydalanib remont qilib qo'yganlar. Mana bu yerda bemalol 12talik stol-stullarni qo'yib mehmon kutishingiz uchun sharoitlari bor. Narxga keladigan bo'lsak, narxini 46500 deb gapirib qo'ydik. Yana ozgina savdosi bor. Kimda kim shu xonadonimiz egasiga aylanmoqchi bo'lsa, bizlar bilan bog'lanib kelib xarid qilishingiz mumkin. Narxiga arziydimi, yo'qmi? Izohlarda o'z fikringizni kutib qolamiz. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Bundan juda ham zo'r kvartiralarni video obzorini joylab boramiz.